Sizga maza Koreyada yashaysiz, hech qanaqa muammoingiz yo'q. Maza qilib sayohat qilib o'qib yurasiz. Assalomu alaykum. Ismim Safinoza. Yoshim 20 da. Koreyaga kelganimga deyarli 3 yil bo'lmoqda. Chet elda o'qishni orzu qilib 2015-yildan beri fransuz tilini o'rganib, Fransiyaga o'qishga ketaman deb orzu-havaslarim bilan yurgan paytda karantin tufayli o'qishlarimni to'xtatishimga to'g'ri kelib qoldi. Ishonish qiyin, lekin haqiqatan ham moliyaviy tarafdan qiyin bo'lganligi uchun fransuz tilimni davom ettira olmaganman va o'sha yili karantin paytida nima qilishni o'ylab yurgan paytlarim bir payt koreys dramalari va koreys K-pop idolariga muhabbatim tushgan va shu yo'lni tanlashni qaror qilganman. Ya'ni koreys tilini o'rganaman va Koreyaga o'qishga ketaman. 2022-yil til kursiga kirib kelganman va nihoyat Koreyaga keldim deganimda musofirchilik nimaligini tushunib yetishni asta-sekinlik bilan boshladim. To'g'ri aytishgan ekan, musofirni nonni qattiq deb, ya'ni chidaganga chiqargan degandek, o'zim orzu qilib kelgan davlatim, o'zim orzu qilgan chet eldagi o'qishim. Shuning uchun qanaqa pasti balandi bo'lsa ham o'zim sabr qilib chidab hammasidan sekin-astalik bilan o'tib kelib va nihoyat shu darajaga yetishga Xudoyim nasib qildi. Bu 3 yil davomida har xil shaharlarni ko'rdim, har xil insonlar bilan tanishdim, juda ham ko'p do'st orttirdim va eng asosiysi Koreyadagi universitetlar bilan birgalikda xalqaro musobaqalarda ham qatnashib, yaxshi o'rinlarni olgan holatda bir necha marta maqolalar chiqishga ulgurdi. Ota-onamni ham juda ham uzoq vaqtdan beri chet elga olib chiqishni orzu qilar edim. Nasib qildi, Koreyaga taklif qildim va o'zim yashab, shu yerda o'qiyotganlarimni va nimalarga erishayotganimni onajonimga va singlimga ko'rsatish nasib qildi. Aytmoqchi bo'lganim, orzu qilishdan, maqsad qo'yishdan hech qachon to'xtamang. Zeroki orzular har doim amalga oshadi.